Yo'ladigan shortlarimiz ham bor. Xayr, mayli, sog' bo'linglar. Hayır, ustoz yaxshi qo'lingizni yaxshi ko'raman. Rahmat, xayr, sog' bo'linglar. Bu yoqqa o'rganding bugungi narsani o'zi? Nimani o'tdik bugun? Xo'p, senga savol beraman geometrik progressiyadan. Topsang tamom, eng zo'r sen bo'lasan. Xo'p, birinchi savol, geometrik progressiya bilan arifmetik progressiya nima farqi bor? Ikkita haddi orasidagi farq ayirish yo'li bilan topiladi. Arifmetik progressiyada, geometrik progressiyada bo'linish yo'li bilan topiladi. To'g'ri, молодец. Xo'p, ber, daftaring bitta qani savol bering qani. Xo'p, shaxmat kim ixtiro qilgan? Hindistonlik odam. Hindistonlik odam. To'g'ri, молодец. Xo'p, shaxmat ixtiro qilgan odamni shoh chaqirgan o'sha paytlar. Shoh shunday degan, shaxmat ixtiro qilgan odam. Tilaging degan, shaxmat ixtiro qilganing uchun degan. Ixtiro qilgan odam degan, shohim degan. Kerak emas hech narsa menga degan. Yo'q, tilaging любой narsa beraman degan. Keyin aytgan, har bitta katakka degan, birinchisiga bitta don qo'yasiz, ikkinchisiga degan ikkita don qo'yasiz, uchinchisiga bo'lsa 4 ta don qo'yasiz. Ya'ni ikkitadan ko'paytirib qo'yib beraverasiz degan. Xo'p, shoh keyin ustidan kulgan. Ko'proq narsa xohlasang bo'lmaydimi? Shu oddiy shu narsani xohlaysan degan. Yo shohim siz hisoblab ko'ring degan. Keyin shoh hazrachini chaqirganda hisoblab ko'rsa, vashi katta son chiqib ketgan. Даже yer yuzini yarim metrlik bug'doy bilan qoplasa shuncha bug'doy so'ragan bo'lgan. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Birinchisiga bitta, ikkinchisiga ikkita, uchinchisiga 4 ta. Qani hisoblab ber qani menga 64 ta katak bo'lsa shaxmat doskasida. Necha taxminan necha don kerak bo'ladi? Demak, birinchi hadimiz 1 bo'lgan, ikkinchi hadimiz 2 bo'lgan. Bundan bilsak bo'ladiki, Q bizada B2 taqsim B1, ya'ni 2 taqsim 1, 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 marta ko'payib qolgan. To'g'ri. Shunda SM formulasini ishlatgan holda 64-xatni 64 ta xat yig'indisini topish uchun 1 ko'paytiramiz. 1-2 ni 64-si taqsim 1-2. Javobida 2 ning 64-darajasi ayramiz 1 chiqadi. Krasavchik, молодец. Buni hisoblasa juda katta son bo'ladi. Taxminan yer yuzini yarim metrlik bug'doy bilan qoplasa bo'ladigan bug'doy bo'ladi. Krasavchiklar, gap yo'q, молодец. Ustoz, nazariyo. Like bosib qo'ying, chunki